Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Mana navbatdagi obyektimizni ham xudo xolasa tunikalarini qatirib, xudo xolasa chiroyli holatga olib kelyapmiz. Bu obyektimiz eniga 18 metr, uzunasiga 20 metr. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bundan tashqari katta molxona, katta to'yxonalarda usti, katta darvozaxona, har xil o'lchamdagi naveslarni xohlasa konteyner materiallaridan qurib bitkazib beryapmiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Fermalarimiz orasi har 2 metrga qo'yilgan. Reykalarimiz orasi bo'lsa 0.65 santimetrga qo'yib, xohlasa tunikalarni qatiryapmiz mana. Ikkala chekkaga xudo xolasa 4 tali xori qo'yib, mana chiroyli holatda qurib bitkazdik. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Bu joyimiz Stalba sex taldi ustiga qurib bitkazib berdik. Sizlarga tepadan ko'rinish holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Fermalarimiz orasi 2 metrdan qo'yilib berganmiz bu yerga. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikkala chekiga brus 80 dan stokka qo'yib, stokka xori qilib, chiroyli qilib bitkazib berdik. Mana tepadan ko'rinish holatlari. Bu videomizni oldin olib, pastga tushganimizda video qilib tayyorladik. Endi tepadan ko'rinish holatlari mana. Ko'rishingiz mumkin, mana chiroyli holatda. Reykalarimizni ham tortib, mana fermalarimiz orasi 2 metrdan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu joyimizning uzunligi 30 metr. Eniga 18 metr. Xudo xolasa 20 metr, 25 metrgacha bez stoyga qilib, xudo xolasa chiroyli holatda qilib topshiryapmiz. Xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mana ko'rishingiz mumkin. Mana ko'raverasizlar akalar. Xudo xolasa chiroyli holatga olib keldik.